Dünya Uyghur Qurultayının sahibxonligidagi Uyg'ur haftaligining bir muhim mazmuni 2 kun davom qiladigan Xitoydagi yovuzlikqa qarshi turaydi. Uyg'urlar uchrayotgan bo'hronga dunyoning inkosi temizlikka ilmiy muhokama yig'ini. Bu qatimliq yig'inning tunji kunidagi ochilish marosimi 6-iyun kuni tushdan so'ng Amerika Davlat Majlisida o'tkazildi. Ochilish marosimi Dünya Uyghur Qurultayining tarixiy faoliyatiga bilan Sharqiy Turkiston marshidan boshlandi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa oldi bilan sahnaga chiqib, yig'inning ochilish nutqini so'zladi. Bu so'zda nuqtali qilib hozir Uyg'urlarning siyosiy, iqtisod, madaniyat, din qatorliq sohalarda tarixdagi eng og'ir qismatlarga duch kelayotganligini, navbatda millionlagan Uyg'ur lagerlariga qamalib bir zo'r tragediyaning hidlari ma'lum bo'layotgani holda dunyo jamoatining bu masalaga jiddiy qarshi lozimligini, G'arb dunyosining dastlabki qadamida Uyg'urlar diyoridagi zulmlarga javobgar bo'lgan Xitoy amaldorlarini yer shari magnitskiy qonuni bo'yicha jazolashi lozimligini, Uyg'urlar masalasi haqida dodillik bilan o'ttirga chiqishga qodir bo'lmagan islom dünyasından hiç bo'lmaganda Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikqa xotima berishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek keyin bugungi yig'inning riyosatchisi, Dünya Uyg'ur Qurultayi ijroiya komitetining raisi Umar Qanot bu qatimqi yig'inga taklif qilingan Amerika siyosiy qatlamidagi alayda mehmonlarni tanishtirib, ularni bir-birlab sahnaga taklif qildi. Oldi bilan so'z olganlarning biri Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining Hindi Tinch Okean bexatarlik ishlariga mas'ul yordamchi ministri Randall Shriver bo'ldi. U so'zida Uyg'urlar uchrayotgan bostirishni bundan 10 necha yil avvalgi ahvol bilan solishtirgan holda hozirgi zulmning burunqidan necha hassa eshib tushganligini, hozir 3 million odamni lagerga qamashdek qabihlikning tegicha ko'p qism kishilariga noma'lum holatda turayotganligini, o'zlarining bo'lsa bu masalada davomli holda haqqoniyatni yoqlaydiganligini bildirdi. Amerikaning xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback o'z navbatida so'zlab, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni islom e'tiqodiga bog'lagan holda bostirayotganligini, hozir lagerlarga qamalgan millionlagan kishilarning dal mushu xil bostirishning qurbonlari bo'layotganligini ta'kidlab kelib, Xitoy hukumati insoniyat tarixida hech qachon g'alaba qozonishga qodir bo'lmagan bir hodisa bilan aplashayotdi. Ularning diniy e'tiqodni yo'q qilmoqchi bo'lishi mangu amalga oshmaydigan xomxiyol deb ko'rsatdi. U ayni vaqtda Mao Zedong, Stalin qatorliq diktatorlarning dinni yo'q qilishga urinib boqqanligini, Yevropadagi sobiq kommunistik hokimiyatlarining mushu xildagi urinishlarining eng oxirida mag'lubiyat bilan oxirlashganligini misol qilib, Uyg'urlarning diniy e'tiqodini lagerlar orqali yo'q qilish urinishi jazman mag'lub bo'ladi deb ko'rsatdi. Amerika Avam palatasining a'zosi Christopher Simis o'z so'zida Uyg'urlar diyoridagi bostirishlarni uning hozirgi ko'lami, xarakteri va har qaysi jihatlardagi ta'siridan aytganda qilcha ikkilanmasdan qirg'inchilik deb atashga bo'ladiganligini ta'kidlab o'tdi. Demokratiyaning ilgari surish fondining raisi Karl Gershman bo'lsa, bu hodisalarga boshqa nuqtadan qarashga bo'ladiganligini ta'kidlab kelib, ayni vaqtda natsistlar Germaniyasi yahudlarni qirg'in qilganda butun dunyo urush ishlari bilan aldirash edi. Shunga ularning bu ishlarga qo'ltiqdek cho'lisi yo'q edi. Holbuki hozir urush vaqti emas. Millionlagan Uyg'urlar xuddi yahudilarga o'xshash lagerlarga qamalayotganda, demokratik ellarning bu ishga aralashishdan o'zlarining chetga kelishiga hech qanday bahona yo'q edi. That struggle. America will stand with you. You are not alone. Don't give up hope. Thank you very much. Bu qatimliq yig'inga Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim o'zining tabrik so'zini avatgan bo'lib, Amerika yuqori palatasining a'zosi Marco Rubioning yig'inga avatgan tabrik videosi bilan birlikda yig'in ahlining diqqatiga sunildi. Bu tabriklarda ularning Uyg'ur davosini davomli qo'llaydiganligi aytilish bilan birga, o'zlarining Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining ma'qullanishi uchun bo'shashmasdan tirishchilik ko'rsatadiganligi aytilgan edi. Yig'inda Amerika siyosiy qatlamidagi shaxslardan Avam palata a'zosi Jim McGovern, Angliyaning sobiq ichki ishlar ministri Norman Baker qatorliq ko'plagan shaxslarimiz so'zga chiqib, o'zlarining Uyg'ur davosini haqli da'vo deb qaraydiganligini, shuningdek bu davoni qo'ldan kelishicha qo'llab-quvvatlaydiganligini bildirdi. Yig'in oxirida biz Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysani ayrim ziyorat qildik. Biz uningdan bu qatimqi cho'ng ko'lamli muhokama yig'inining qanday zaruriyatlar sababidan echilganligini so'raganimizda u buningda Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan echinishlik reallikning muhim sabab bo'lganligini ta'kidlab o'tdi. Amerika hukumati, Amerika Kongresi va shunday Yevropa ittifoqi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarning mushu vaziyatiga diqqat qiladigan,
Uyg'urlar ko'ngil bildigan Xitoy hukumatining bu Sharqiy Turkistondagi jazo lagerini taqashni talab qilgan nurg'unlagan bayonotlar e'lon qilindi, nurg'unlagan jiddiy qarorlar qabul qilindi. Hamda shuning beshida shu Amerika hukumati kongresi bunga keyingi vaqtlarda jiddiy shaklda buning bo'lgan andishlarini, qayg'ularini o'tirib qo'yib, Xitoy hukumatiga har xil shakldagi besimlarni qilib, buni darhol taqashni talab qilib keldi. Endi shu mushundaq sharoitimizda bu yetarli emas. Xitoy hukumati xalqaroning bu chaqiriqlarga qulig'ini tiqib, uningga ovoz qo'shmay, buni hech qanday e'tibor olmagan asosning ustida yana davomli Sharq Turkistondagi jazo lagerini kengaytirdi. Uyg'ur xalqi bo'lgan besim kundan kunga eshib bordi. Shuningga biz bu yerda bu 2 kunlik yig'inni chaqirish orqali xalqarodagi Uyg'ur masalasiga ko'ngil siyosatchilar, parlament a'zolari, kongress a'zolari, xalqaro tashkilotlarning vakillari, muxbirlar, advokatlar, shunga o'xshaydigan mutaxassislarni chaqirib va shundaqla Uyg'ur faoliyatchilarini, Uyg'ur rahbarlarini chaqirish orqali bu masalani texnik qanday shaklda bir xalqaroning texnik kuchli diqqatiga, yolg'iz diqqati bilan tortish emas, qanday bir xalqaro besim shakllantirib, amaliy qadam bostirishning yo'llarini izlaymiz. Nimalar yaxshi qildik, nimalar qilinishi kerak? Oldimizki plan programını müzakere qilish ve xalqaro mutaxassislarning bu haqdagi taklif fikrlarini elish ve o'zimizning hozirgi yapgan masalalarni, yapgan yo'llari haqida umum bir analiz etirish maqsadi bilan bu yig'inni chaqirdik. Bu qatimliq yig'inga Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti, Amerika Uyg'ur birlashmasi, George Washington universiteti qarmaqidagi O'rta Osiyo programmasi qatorliq o'rinlar qo'shimcha sahifa qabul qildi.